Hurmatli hamkorlar, bilasizlar, 2 oyda, ya'ni may va iyun oylarida 50 milliondan 100 million so'mlik pul yutug'i qo'yganmiz. Yangilar xabar bo'lmasa, eshitib, iyun oyida qatnashsanglar bo'ladi. Xuddi mana shu voucherimiz hozir o'ynaladi. Apa o'tirib olinglar. Ha, aka. Voy, uzr, sizni video ochib qolib ketishdi. O'tirsalar ham bo'ladi. O'tiringlar. Shuni olib bering. O'tiringlarda hamma ko'rinadi. Chiroyli chiqadi video. Xuddi mana shu 50 millionlik, ya'ni may oyida shaxsiy 10 ballik xarid qilgan hamkorlarimiz uchun atigi 10 ballik xarid bu riskovat juda ham bir nima deydi, yaxshi narsa. Ya'ni 10 ballik mahsulot xarid qilasiz, undan tashqari 10 ballik xaridimiz 2 million 220 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari sizga 4 million so'mlik mahsulot keladi qo'lingizga. Tutgan pulingizdan tashqari. Va siz 50 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r direktorlar tomonidan qo'yilgan imkoniyat. Hozir mana shuni birgalikda hammani ko'z yonida o'ynaymiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hamkorlarimiz birgalikda o'sha shartni bajarganlarni ro'yxatini kesib joylashdi. Mana yaxshilab aralashtirdik. O'zim tortdingmi? O'zingiz torting. Bismillahirrohmanirrohim. Eng kerakli insonga chiqsin. Eng kerakli. Allohning nasib qilgan, musulmon chiqgan, o'z oldidan yozilgan. Mana shuncha inson qiziqib, bajargan. Eng asosiysi insonlar nimada? Yutqizish yo'q. Ishlaydigan kishiga chiqsin. Yutqizish yo'q, Ersavda shuncha inson harakat qilgan, nimani hisobiga? Ersavda mahsulotlarini yaxshi ko'rgani hisobiga. Qarabsizki, bu imkoniyatdan foydalanishyapti. Xudo xolasa, mana bugun aniqlaymiz. Ham sog'lomlashish evaziga, ham ish bilan ta'minlanyapti, ham 50 million pul yutib olish imkoniyatiga ega. Hozir hamma aytib turibdi, menga chiqsa, menga chiqsin deb. Endi Alloh nasib qilgan insonga chiqadi. Mehnat qilgan insonga chiqadi, Xudo xolasa. Qadrdan yurakdan so'ragan. Menimcha bo'ladi aylantirilgani. Bosh aylanib ketdi hamma. Men qaramayman, qaramagan holda nima qilaman? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim eng o'sha qanaqasini muhtoj bo'lgan insonga nasib qilgan. Hayajonli daqiqalar. Olqishlab turamiz. Maftuna Olaberganova, O'zbekiston 34 buyruq. Biro direktorimizni tabriklaymiz, komandalari bo'lsa agar endi onlaynlar ko'rayotgandir balkim, Xudo xolasa. Omadlarini bersin. Nilufar G'afforovaning komandasi ham bizning komandamiz. 34 mi? Nilufar Buni albatta tekshirib ko'ramiz. Shartlarni yana qayta tekshiruvlarni bajarganliklarini haqiqatan ham aniqlik kiritib, mana shu 50 million so'mni yetkazdirib beramiz. Tabriklayman. Bundan tashqari yana bitta 50 million yutug'imiz bor. Hammani aktiv bo'lib ishtirok etinglar. Sizlar ham yutib olish imkoniyatiga egasizlar, Xudo xolasa. Buyuring, nasib qilsin, tabriklaymiz imkoniyatimizni. Nasib qilsin, yaxshi kunlaringizga ishlating. Yaxshi narsalarga ishlating, barakasini bersin. Eng muhimi barakasini bersin. Tabriklayman, o'zim hayajondaman. Rahmat hammanglarga. Direktorlarimizga ham qattiq rahmat. Shunchalik xalqimizni o'ylab, hamkorlarimizni o'ylab, mana biz zo'r joydamiz. Uydan chiqmagan holatda ishlayapmiz. Sog'lomlashish evaziga. Mana o'zim uydan chiqmagan holatda direktor bo'ldim.